Hovuz ichiga kiradigan bo'lsak, kistoz hosillarimiz shishib turibdi. Ozgina bossak, ichidagi suyuqlik chiqib ketyapti va qovog'imizni ichini ko'rishga imkoniyat beradi. Siydik qopimizni kuzatadigan bo'lsak, mana bu yerda chap siydik nayining og'izchasi, mana bu yerda o'ng siydik nayining og'izchasiga xos ko'rinish bor. Bu bemorimizda hozirgi dastlabki boshlang'ich tashxisimiz o'ng tomonlama ikkilangan buyrakka tashxisiga to'xtab turibmiz. Sababi o'ng tomondagi siydik nayi ochilganga o'xshayapti. Ya'ni yuqori qismida kistoz hosila bor deb aytilgan va bu yerda kistoz hosilaga o'xshab kengayib turgan edi. Kistoz hosilaning bitta devorini olib tashladik. Chap siydik nayining og'izchasi ko'rib turganimizdek shikastlanmagan. Uretrotseliymizning bitta devorini olib tashlaganimizdan keyingi holati, o'ng siydik nayini, o'ng buyrakni pastga ikkilangan buyrakni og'iz